Salom do'stlar, bugun biz sizlar bilan Охотник Zombie Catchers degan o'yinni o'ynaymiz. Tutorialda o'yinda 13 darajadaman va hozir bizga anaqa kichkina zombicha va uchli qilish kerak. O'yinda bo'lsa boshlaylik. Kechagi kuni o'yinni tortib bir o'ynab ko'rdim. Yoqdi. Shunga bir rolik qilishga harakat qildim. Anchadan beri bu rolik YouTube kanalida yo'q edi. Buni sababi yo'q. Faqat shorts versiyada ular bilan ko'rishib turdik. Chunki oddiy videolarim yangi chiqqanda hozir bir oy bo'lyapti, bitta prosmotr bilan turibdi. Shunga xafa bo'lib umuman video chiqarganim ham yo'q. Bitta katta video chiqarsam bari katta prosmotr ham yapti. Shuncha обновлениyalar keldi keyin. Zombie Catchers'ga. Keyin anaqa rejim bor ekan. Ne oldu? Şöyle yapayım. Uçarım. İşte. Qarab turinglar. Ne qilamiz? O'tdan. Ketuvdim. Oxirgi kill. Bu shu zombi. Shuni qo'yib borib. Buni ushlab nima bo'ldi desanglar, bu faqat bunaqa yashil energiya beradi. Shunchaki energiya ishga foyda. Охотники. Zombi apokalipsisi ochmaganlar kelursin. Shu yoqmaydi boru. Boqis o'tiraveradi kallaga desa. Qo'qilib qo'yadi. Tak. Ikkita bo'pti. Nima qilishimiz mumkin? Upgrade qilishimiz mumkin. Oxirgi 3.5 minutga kerak. Bu degani mana shularda. Mana undan shular minut qolsa qancha keladi? 8 ta qo'yish kerak deganda. Эй, привет. Хочешь твой бизнес проводиться? Ты не думаешь, может купить троном и точно возможно завид высот? Опа. И. Просто поганым появится. Keyingi videoda drosa ko'ramiz. Охотники.
Kill bu. Охотникni любитель bitiramiz. Bitta удалить reklama degan unaqa chiqibdi. Bossalam 99 ming deyapti. Rostdan ham qaranglar, dron sotib olish kerak. 2,5 minut izlaydi. Yana bir достиженияларdan novichok, начальник, Lavich, охотник любителей. Eng katta достижение mana bo'lish kerak oxir. Taxminan unga u ancha bu. 2 yil oldinmidi bir o'ynab ko'rgandim shu o'yinda. Juda zo'r o'yindi. Menga yoqadi to'g'risida. Metgacha suv ostidan naqasgacha kela olib, ikkita dronim bo'lardi. Yo'q, qushlar. Bitta chit bir nima ishlar uchinchi dron sovg'ib ketgan. Masjidgacha kelganman. Keyin yana yangi akkaunt saqlab qolar ekan. Men shunga keldim, hozir akkaunt o'chib ketdi, boshqa telefonda oldim. To'g'risi chotki bundan keyin hozir yana bitta aralashma, keyin bitta shimiz, keyin boss. Shunaqa Xitoyda o'tamiz, qorliga o'tamiz, suv ostiga o'tamiz, keyin qanaqadir monster joylarni ko'ramiz. Hozir dronlar to'lishi bilan qaytamiz. Takliflar. Mana. Oppa. Yangi nima qanadir mashinaga unaqa yashil yo'lgacha. Wow. Qo'shigan. Hozircha dronlar maqtayib qolyapti. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. Sizlar bilan Playber bo'ldi. Together.